Mana butun oadir. Oqarbuloq aqlad, mana janqariq. Bu yoqda sho'rchiga boshqa bo'ladi. Mana shu sho'rchining oxiridan chiqadi. Hozir biz shu yo'ldan borib, Bodomsoy degan joyga borib cho'milamiz. Va u yerda suvda 24 soat challenge-ni olamiz. Bunda men asl Bahrom Nurziy qatnashadi. Agar videomiz yoqsa, bitta like bilan podpiska bo'lib qo'ying. Chunki biz yil oxirigacha 100 mingta bo'lishimiz kerak va oltin knopkani olishimiz kerak. U yerda ko'proq challenge'lar o'ynaymiz. Agar u yer chuqur bo'lsa, bizning ikkita bolamiz sal bo'yi kaltaroq, shuning uchun ularga biz ko'mak beramiz. Agar bizning bo'yimiz, o'zi sinfimiz birimiz 8-sinf, birimiz 7-sinf. Lekin bo'yimiz biri 64, biri 63. Mendan 1 sm maydan o'zi. Hamma o'zini bo'yini kommentariyada yozib ketsin. Agar men yil oxirigacha 100 mingta bo'lsam, obunachilarimga sirli sovg'alar bor. Men 100 ta obunachimni tanlab, ularga sirli sovg'ani topshiraman. Shuning uchun obuna tugmachasini bosib qo'ying. Ulardan biri siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun podpiska bosib qo'ying. Mana bizning mana shu yerda bog' bo'lardi hozir. Shu uyning bog'ning qorovuli yashardi shu yerda. Qaysidir bu uy negadir sirli ekan. Har kuni bu yerga qora lasetni kelar ekan. Buning sababi nimaga bilmadim, lekin menga bu yer shubhali tuyulyapti. Bu uylar, bu yerlar juda shubhali. Demak, lekin bizda bu yoqda uzumzor, ya'ni uzum toklar bor bu yerda. Mana bu quyuqlashgan joy malina, ya'ni kichkina uzum deb ataladi biz tilda. Aytishlari bo'yicha bu yerda katta ilon bo'lishgan ekan, buni insonlar tutolmagan ekan. Shuni ham bir qayd etganimizda bir tekshirib o'tib ketamiz. Agar ilonni topib olsak, like bosasiz. Ishonmasangiz mana iloningizni isboti bilan biz shunday sahroda ketyapmiz. Mana hozir biz chiroyli manzara mana malinalarni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Qip-qizil, qop-qora malinalar. Mana bu yerda uzumlar ham chiqib qolgan. Uzumlar ham pishgan bo'lishi mumkin, lekin hali bular pishmaydi. Lekin malinaga men 5 ketdim. Malinalar juda chiroyli. Mana bizning ikkita malina xo'rlar va malina terishyapti ular. Hozir buni ta'mini tatib ko'ramiz va birgalikda baho beramiz. Tikani bor ekan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ta'miga 5 ketib yuboraman. Juda shirin. Qarachi do'stlar. Ko'rayotganlaringdek, changni ko'ryapsizlar oyoqda. Mana shu chang bo'ylab yurib ketyapti. Orqada o'z bir mashinaning changi qolib ketyapti. Obunachilarimiz 100 mingta bo'lsa, mana shu yerda asbob qilib beramiz. Asbob qilishni va'da qila olmayman-ku. Lekin mana shu yerga biz kamas tuproq to'ktirib, tizzamizgacha shu yerdan 1 kilometr masofani qum ichidan bosib o'tamiz. Bu videomiz yaqinda chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, yirik tasvirda. Buni o'zimiz chizganimiz yo'q. Haqiqatan silliqligini ko'rishlaringiz mumkin. Buni o'zimiz chizganimiz yo'q. Bu yerdan ilon o'tib ketganda. Mana ko'cha bo'ylab o'tib ketgan bu yerdan. Mana. Qo'lda aytishlari bo'yicha bu yerda ona ilon yashaydi. Chunki bu yerdagi ilonlar hammasi shu uzumtakka o'tar ekan bu tarafdan. Mana bu yerda suv tamakkalar negadir qurib ketdi. Chunki bu yerga suv kelmagan. Bizning motorimiz chiqmayapti, afsuski. Deb qo'yamiz. Mana tulkining izlari ko'rishlaring mumkin yirik planda. Tulki, chiya bo'ri, tustovuq degan narsalar bu yerda ko'p. Mana ilon. 3-chi ilonimiz. 3-chi ko'rib turgan ilonimiz. Hali biz borgunimcha Xudo biladi nechta ilonning anosini ko'ramiz. Mana biz o'sha manzilga yetib keldik. Manzara yo'q. Kallam portlab ketadi. O'la ikkita Ronaldo ketib boryapti. Mana asl bilan ikkomiz ketyapmiz. Mana kayf ekan bu. Joyga kelishni tavsiya beraman. Ha, cho'miladigan joyni ham ko'p. Mana biz Bodomsoydamiz.